Hammaga assalomu alaykum. Kecha bitta zo'r voqea bo'ldi. Endi ancha oldin bo'lgandi o'zi bu bitta voqea. Endi bu voqea umuman qiziq bo'ldi. Kecha mehmonga boruvdim. Yo'lda kelsam bitta qizcha menga Ramazon aytib keldi. Keyin oldinda pulim yo'q edi. Keyin pulim yo'q yonimda, qizim dedim. Surg'omni beraymi dedim. O qizcha mayli dedi. Keyin men surg'omni yechib berib yubordim-da, endi hech ikkilanmadim. Keyin uyga keldim. Mana surg'omni bittasini tushirib qo'ygandim o'qishda. Bir poyi yo'q. Buni bitta taqib oldim mana. Mana unisida poyi bor og'irda. Endi mana o'zim ikki xil surg'onda qolib ketdim mana. Nima deydi? İlacım yok. Bergim keldi biror narsa. Surg'omni berib yubordim-da. Qasam xafa bo'lib qoldi-da keyin. U ham mayli dedi. Yo'q ketdi.